Assalomu alaykum. Hammaga bugundan mana darsliklarni boshladik. IT kurs darsliklari bo'ladi bu yog'i. Bugundan birinchi video boshlaymiz. Hammani kompyuteri bo'lsa kompyuterdan, bo'lmasa telefonda ham bitta ilovasi bor. Bu Python dasturlash ilovasi. Dasturlashni o'rganmoqchi bo'lganlar shu ilovadan qilasizlar. Play Marketga yozasizlar Python Roid deb yozasizlar, Python Roid deb yozasizlar. Keyin shu ilovada dasturlashni qilsanglar bo'ladi. Hozircha qilmaysizlar, men chunki boshidan boshlab o'rgataman sizlarga. Короче, boshladik. Bugun boshidan CMD ni o'tamiz. Mana pusk R ni bosasizlar, bu yerda qidiruv oynasi paydo kelib chiqadi. Shu yerdan SMD deb yozasizlar. Mana bu virtual kompyuterning, ya'ni boshlanish boshqaruvchi oynasi bu. Shuni bossanglar shunaqa oyna chiqib keladi. Shu oynadan avvalo desktop degan narsaga kirib olamiz. Uning uchun cd desktop deb yozamiz. Keyin enter ni bitta bossak desktopga kiradi. Ya'ni men bunaqa kodlarni tashlab boraman. Sizlar bularni o'zingizlar xohlasanglar yodlanglar, xohlasanglar yodlamanglar, o'rganib olishinglarni maslahat beraman. Desktop deb yozamiz. cd bu ya'ni kirish, desktop bu kompyuterning o'zini oynasi. Kompyuter mana ichkari oynasi. Agar desktopga kirmasdan user deb fayl yaratgan fayldan desktopga kiradigan bo'lsa ishlamaydi. Keyin endi yana bitta kod yozib mkdir deb yozasizlar. Bu yangi fayl yaratish bo'ladi. Mana mkdir deb yozasizlar. Bu yangi fayl yaratish. Xo'p, endi yangi faylni yaratib bo'lganinglardan keyin yangi faylga nom berishinglar kerak. mkdir deb turib, masalan, Faxriddin deb nom beraman men. Mana Faxriddin deb nom beraman. Xo'p, keyin agar bunaqa fayl bo'lsa, bir xil fayl bo'lsa, uni ichiga tashlab qo'yadi. Oldingi faylni ichiga bu yangi fayl Faxriddin deb ochilgan faylni oldingi faylga tashlab qo'yadi. Shuning uchun qo'shimcha qilib qo'yaman men. Chunki bunaqa faylim bor. Faxriddin uz deb qo'shimcha qilib qo'yaman va enter ni bosaman. Xo'p, endi cmd ni pastga olib turib qarasak, bu yerda ya'ni ochgan faylimiz bu yerda bo'ladi. Mana ochgan faylimiz bu yerda bor. Faxriddin uz degan. Bu fayl hozircha pusta. Hozir endi yana haliga kirgan cmdimizga kirib, endi mkdir, endi rmdir degan funksiyamiz bor. Bu rmdir faylni o'chirib olish. rmdir faylni o'chirib olish. O'chirib olish uchun faylni rmdir deb yozib turib faylni nomini kiritamiz. Va faylni o'chirib yuboradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda turuvdi fayl. Endi yo'q. O'chirib yubordi chunki. Endi keyingisi. Hop, birinchi fayl yaratamiz. mkdir Faxriddin uz deb yaratamiz. Endi bu faylni yaratdingiz. Endi buni o'zgartirmoqchisiz. Buning uchun move degan funksiyadan foydalanamiz va Faxriddin uz hozirga kiritgan faylimizni yozamiz. Uz move bo'ladi. Mana move deganingizdan keyin Faxriddin uzdan keyin bitta joy tashlaysizlar. Joy tashlaganinglardan keyin yozasizlar. Faylni qaysi anaqaga o'zgartirmoqchisizlar nomiga. Men Salohiddin uz deb o'zgartirmoqchiman va enter ni bitta bosamiz, o'zgaradi. Mana buni pastga olsak, mana Faxriddin uz Salohiddin uz o'zgarib qoldi. Endi bu kodlarni men alohida tashlab qo'yaman, opsiyaga yozib qo'yaman yoki kanalimizda bo'ladi, kanalimizga tashlab qo'yaman. Endi boshladik VS Code. Endi Chrome'ga kiramiz. Chrome'ga kirib, bu yerdan yozasizlar. VS Code deb yozasizlar. Mana download Visual Code Studio Code deb bosib, agar Windows 10.11 bo'lsa shuni tortasizlar. Agar Mac iPhone'nikilar bo'lsa shuni tortasizlar. Xullas Windows tortasizlar, bosasizlar mana Windows 11 da. Mana shu kelib chiqadi Windows Code. Bular tegmaysizlar bularga. Mana download degan joyni bosasizlar. Mana tortilyapti. Shuni bosib kirishni bilish kerak buni oldin. Kirishda keyin bitta yangi videoda